Assalomu alaykum hammaga. Demak, nutritional BHMSdan endi o'rganganlarimiz vaziyatli masalalarda qanday ishlatishni o'rganamiz. Demak, clinical case question demak vaziyatli masala. Demak, which of the following is most likely deficient. Demak, nimalar aynan yetishmovchi bo'lgan quyidagi bemorda. Demak, 7 yoshli qizcha klinikaga olib kelindi, chunki holsizlik hamda vazn yo'qotish bilan u immigratsiya qilib o'z navbatida rivojlangan davlatlardan, ko'pincha Osiyo davlatlari, Afg'oniston, O'zbekiston, Qirg'iziston shunaqa deydi, yoki Tailand kabi davlatlar, rivojlangan davlatlardan bir hafta oldin oilasi bilan. Oilasi demak juda ham kambag'al bo'lgan ekan, ozuqa mahsulotlarga imkon topolmagan, o'tgan 2 yil davomida yaxshi ovqatlanmagan. Bolani aytish bo'yicha o'z navbatda u hamma vaqt ichiniz, ya'ni qichishgan, hamda u 5% juda ham past bo'yi, tana vazni bo'yicha ekan, bo'yi past. Hamda 50% bo'yi vazn bo'yicha, u demak o'rtacha bo'y bo'yicha vazn bo'lsa juda ham past. Tekshiriladi uni abdomen skafoidini qorni katta. Unda demak ko'zlari quruq hamda yaqinda tekshiriladi. O'z navbatda lakrimasi ko'z yosh bezlari funksiyasi juda ham past ekanligini ko'rishimiz mumkin. Quyidagi bemorda demak qaysi vitamin yetishmovchiligi: A da riboflavin, B da vitamin A, C da vitamin B12, D da vitamin C, I da vitamin D, F da vitamin K. Demak, o'ylab ko'ramiz. Demak, asosiysi bu nima? Rivojlangan davlatlardan kelgan, yaxshi ozuqa mahsulotlari yemagan. Aynan ozuqa mahsulotlari yaxshi yemagan ham vitamin yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin. Aynan qorndan katta bo'lishi hamda ko'zning quruq bo'lishi, aynan biz buni gaplashdik. Lakrimatsiyaga javob bergan vitamin A edi. Vitaminlar demak to'g'ri javob bizda vitamin A bo'lyapti. 64% to'g'ri topilgan. Demak, bu yuvib olingan case. Demak, yuvib tushuntirish bo'yicha bemor skafoid, abdomen hamda og'ir vazn yo'qotish o'z navbatda umumiy ozuqa mahsuloti yetishmovchiligini ko'rsatadi. Shuningdek, fat soluble yog'diruvchi vitaminlar yetishmovchiligi yuzaga keladi ozuqa mahsuloti kamagandan keyin. Natijada lakrimasiya gland funksiyasini kamayishi kseroftolmiya, ya'ni quruq ko'zlar deganda, epitelial metaplaziya, demak konjunktival metaplaziya, natijada bitter spots, ya'ni o'zi shoh pardadagi turli xil nuqtalar paydo bo'lishi. Epitelial o'z navbatida metaplaziya pankreatitga sabab bo'ladi. Buni misol uchun yog'dagi vitaminlar so'lishini kamayishi, nafas olish hamda CD yo'llaridagi qavatlarga ta'sir qiladi. Demak, og'ir darajadagi qichishish bu nima hisobiga? Teri quruq va ko'chuvchi bo'lish hisobiga. Servis kutisida terining quruq qichishuchan bo'lishi. Demak, bu hammasi vitamin A deficiency'sida gaplashgandik. Nima riboflavin emas? Riboflavin o'z navbatida yetishmovchilikda nima bo'ladi? Hair loss bo'ladi, ya'ni til lab, og'iz atrofidagi demak yaralar. Magnetda tang, demak tilda qizg'ish pushti rangda bo'lishi ko'radi, lekin kseroftolmiya past edi. Vitamin B12 da nevrologik simptomlar bo'ladi, paresteziya hamda megaloblastik anemiya. Bu bemorda bunday narsalar yo'q. Vitamin C da bo'ladigan bo'lsa, scurvy, ya'ni singidi, milklar, qonuvchi milklar, demak qon ketishlar, petexiyalar bo'ladi, yaram bitishini oqila qolish kallagan hisobiga. Vitamin D da bo'ladigan bo'lsa, nimalarda ketsa yosh bolalarda, ya'ni rohit kattalarda stimulyatsiya bo'ladi, suyaklarda og'riq hamda deformatsiyalar. Vitamin K da bo'ladigan bo'lsa, bleeding time'da cho'zilib ketishi, ya'ni antikoagulyatsiya, ya'ni koagulyatsiya qon yurishini buzilishi. Bleeding demak qonash bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, masalan, qon ketishlar bo'ladi. Prolonged PT hamda activation PT nima? Prothrombin time activation, partial thrombin time, ya'ni APTTlarda cho'zilib ketganini ko'rishimiz mumkin. Demak, shunday qilib biz sizlar bilan polniy ravishda nutrition BHMS tugatib oldik. Demak, hammaga rahmat. Savollar bo'lsa, demak, kommentariy bo'limida qoldirishlaring mumkin.